kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Mushtipar ham o'zing, buyuk ham o'zing, kuyinchoq ham o'zing, kuyuk ham o'zing, olamga ta'tirlik suyuk ham o'zing. Pat keldi aytmoqqa gapning xonasi, ey o'zbek onasi, o'zbek onasi. Shu munosabat bilan bugungi bayram tadbirimizni ochib berish uchun so'zni maktabimiz o'quv va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Boqiyeva Nasibovaga beramiz. Terma jamoasi qaysi konfederatsiyaga kiradi? Osiyoga kiradi. To'g'rimi? Lionel Messi qaysi davlat fuqarosi? Argentina. Eng ko'p g'olib bo'lgan davlat qaysi? Braziliya. Uchun qanday fazilatlar kerak? Avvalo disiplina va tinimsiz harakat. Penalti qaysi vaziyatda belgilanadi? Jarayon maydonchasi ichida foul bo'lsin. Cristiano Ronaldo qaysi jamoada o'ynaydi? Portugaliya terma jamoasi. Futbol yoshlar tarbiyasida qanday rol o'ynaydi? Yaxshi. Tanlovda eng epchil nominatsiyasida Mingboyev Mirjalol taqdirlanadi. Samimiy tanishtiruv nominatsiyasida O'sarov jamoasi. Nominatsiyasida Ahrorov Islom. To'g'ri tanlashda 6 ta igna ustasini